kılar bəxtni nişan Arzu üçün mağan yolda Əcir tapar ter tüken insan Taqdir her kimnin öz qolida Devrimizden tor çolpanları Yürekte var ot armanları Devrimizden tor çolpanları Şal erkek kız oğlanları Vüsalda var bu sahnimizde Yürekteki ot armanları Vüsalda var bu sahnimizde Yürekteki ot armanları Gelin yigit kızlar sahnega Tutar sizni talay va pursa Omadlar yor bu yerda sizga G'alaba uchun kerakdir jur'at Kelin yigit qizlar sahniga Kutar sizni talay va fursat Omadlar yor bu yerda sizga G'alaba uchun kerakdir jur'at Devrimizden tor çolpanları Yürekte var ot armanları Devrimizden tor çolpanları Şal erkek kız oğlanları Vüsalda var bu sahnimizde Yürekteki ot armanları Vüsalda var bu sahnimizde Yürekteki ot armanları Ekrandagi qadrli ko'rmanlar to'rdoshlar hozir ko'rayotganlar bo'lsa, har millat xonim qizlarimizning yoqtirishiga erishib kelayotgan, ya'ni fancy tibbiy teri asrash buyumlari tajdorligidagi darajadan tashqari to'r cho'lponlari programmasi. Bu sahnimizda bizning to'r cho'lponlarimiz chaqnaydi, julandı. Bugungi ularning ifodasi qandoq bo'ldigandi? Sal saqlab turinglar. Darajadan tashqari to'r cho'lponlar programmasi Xinjiangning esil mahsulotlarini texnik ko'p kishilarga tunishtirg'isi, mikro video va to'rda naq maydonda ko'rsatish orqali tirishchan yoshlarimizning go'zal orzu armonlari bu sahnada visol topqisi. Xinjiangdagi har millat xonim qizlarimizning olqishiga erishgan fancy tibbiy asrash buyumlari programmamizning tajdorligini o'z ustiga olgan. Abida tabiiy mineral suyu programımız bilan alayda hamkorlashgan. Huzur to'ygi suti parashugi, huzur to'ygi suti atganchi, huzur o'shki suti atganchini ishlab chiqargan Urumchi hayot sherikati programımız bilan alayda hamkorlashgan. Xinjiang Fanxing madaniyat tarqitish shakli sherikati programmamizni ishlashni o'z ustiga olgan. Eng kasbiy bo'lgan qisqa video to'rda naq maydon bevosita ko'rsatib, mol setish to'g'risida hamkorlashmoqchi bo'lsangiz, Fanxing madaniyat tarqitish shakli sherikati bilan aloqalashsangiz bo'ladi. Mush munosabat bilan programmamizning tajdorligini o'z ustiga olgan shundaqla hamkorlashgan barliq shirkatlarga minnatdorligimizni bildiramiz. Shundaqla bundan keyingi barcha ishlarga utuqlarni tilaymiz. Rahmat sizlarga. Ekran oldidagi qadrli ko'rmanlar, shundaqla to'rdoshlar unda bo'lsa bizning bu san programmamizdagi sahnimizning yarishig'i bo'lgan ustozlarimizni tunishtirib o'taman. Diqqatinglar tunishtirishimda bo'lsin. Munavvar ayol karxanchi, Bahar şirketining qurg'uvchisi, Fancy markasining barliq keltirguvchisi, necha ming kishilik kollektivning yo'l boshlamchisi bo'lgan suyimli qiz Munavvar qarshi olamiz. Munavvar Xinjiang Toyluq xalqaro savdo şirketining lideri Obul Hasan apandim qarshi olamiz. Xush kelibsiz. Xinjiang Nobel Karxan boshqarish şirketining qurg'uvchisi, karxan maslahatchilik yetakchisi Xadija Amolim qarshi olamiz do'stim. Parij 3-chi cho'ng maktabining karxan boshqarish kasbini bitirgan, 5 xil tilga pishgan, Miran darajadan tashqari til o'rganish usuli nomli kitobning avtori, shundaqla negizlogiya kasbining barpochisi Nurmamat Molim qarshi olamiz.
İkraldırı qadrli görmənlər, tordaşlar, əlbəttə bizning dərəcədən təşkil tor çolpanları proqramımızın hər bir sanda biz üçün əcr sığdırıyatqan, bizə özününki təcrübələr arqılıq, erişkən bilimlər arqılıq mehnət yetkiziyatqan tümlük çolpanlarımız var. Əmdi çolpanlarımızı tanıştırıb ötməm. Yəni izchil ekran arqılıq, səhifələr arqılıq, proqramlar arqılıq bizə hər xil şəkildə xoşallıq, şundaqla mənəvi zoq ata qılıb kelayotgan suyumlu kadam Şinjan Radio Televiziya stansiyasının dağlıq rejissoru Əl Söygən çolpanımız Xasiyət Qurban qarşı alınız. Xasiyətə də xoş gəlibsiz. Onundan başqa yana bir kelishgan yigit mi bor? Bu yoq bo'lsa, alqışlıq naqshchi, ko'z ko'ringan ijodiyatchi, yana ham muzika akkordlashtiruvchi. Anglarmanlar, ko'rmanlar bu yigitni muhabbat kuychisi deb atashni yaxshi ko'rdi. Keramjon Muhammadali qarshi olamiz. Xush kelibsiz. Programımız intayin qizg'in kayfiyatda ilib berilyapti. Albatta mahirlarimiz bir-biridan qaltis bizga o'xshamagan yangi tuyg'ularni ata qilib kelyapti. Biz tor cho'lpanlar uchun shundaqla programmamizga qatnashgan mahirlar uchunmi shunchalik yaxshi mukofotlarni ta'sis qildik deb o'yladik. Unda bo'lsa endi men bir o'qib bitay. Ya'ni bizning programmamizga qatnashib birinchi darajalik mukofotga erishgan mahirimizning mukofoti bo'lsa, ya'ni 300 ming mablag' bilan qurilgan büyük shop. Sizden qishingizki yakshanba bozorining, ya'ni mush bozorining Yeshang Pingtayning 15% pay huquqi berildi. Ikkinchilikni qo'lga keltirgan mahirimizning, ya'ni tor cho'lpanimizning mukofoti bo'lsa, Aloy Roma yurishlik mahsulotlarining obraz vakili bo'ladi. Mana bu intayin bir yaxshi mukofot ekan, obraz vakili bo'lish. 3-chi, shundaqla 4-chi darajalik mukofotni qo'lga keltirgan mahirlarimizning, tor cho'lpanlarimizning mukofoti bo'lsa, Fenshing madaniyat tarqitish shirkati bilan to'xtam tuzaydi. Ya'ni qaysiyatni to'xtam tuzaydi deganda torda naq maydonda bevosita ko'rsatib, mol setish jarayonida intayin kasbiy bo'lgan, muntazam bo'lgan, sistemlik bo'lgan tarbiyalashga erishdi. Tarbiyalashga erishgandan keyin fensillarning, ya'ni mas'ullarning soni kundan-kunga oshib bordi. Naiti bir kasbiy bo'lgan Jibotay qo'y, ya'ni torda naq maydonda bevosita mol sotadigan bir riyosatchiga, kasbiy riyosatchiga aylandi. Undan boshqa iqtisodiy kirmimi alayda yaxshildi. Barliq mahirlarimizning, tor cho'lpanlarimizningki programmamizda ifodasining yaxshi bo'lishini chin yuragimdan umid qilaman. Tirishaydi. Qadrimdin yo'qotmay qimmat, men yaxshi yaşavatımın. Bucu qara dereceden taşqiri çolpanlar qatnashadigan programga, men programga qatnashib chiroyliga. Ya nam chiqamsam o pul tepishdan gap qo'yadasizmi ya-da? Men bago oshxonam chiqib bago, o'tlim shunda qarab bago, Leyla chiqsa, bayman so men dapanji jomaji lazim, men lempi chokonakro tafan va sanfatan Leyla, ya miyuje xinramizga chaqsam bago, bir dam oshxonam 1,000 kilo so'zlar kutdi. Endi seknimizga chiqmoqchi bo'lgan mahirimiz kimdi? Diqqatinglar, davomli ekranimizda bo'lsin. 大家好，好久没跟大家分享过我在大学的一些经历了。Men o'tqa intilayotgan parvondek to'xtovsiz orzu armonlarimga intilayotgan oliy maktab o'quvchisi Farhod Ablikim. Yoshlik odamning go'zal bir jibi. Men oliy maktab hayotimda bir qadam o'zimning rohat balbog'idan atlab chiqib, boshqalarning nazaridagi atalmish amalga oshmaydigan orzularni reallikka oshirdim. Mana bugun men darajadan tashqari tor cho'lpini sahnasi orqali texmi mumkin bo'lmaydigan orzularni amalga oshirish uchun keldim. Ustozlar mush vaqtinglar xayrli bo'lsin. Abim naqshlarni ma'ngildik, usullarni ko'rdik, musiqalarni ma'ngildik. Endi men o'zimning oliy maktab hayotida yuz bergan ishlarimni sizlar bilan bahramand bo'lmoqchi. 2016-yili men oliy maktabga imtihon berib, o'ngishli holda 2-turkumning chekidan xilal o'tib oliy maktabga o'tgan edim. Lekin arzu talabini ketkizib qo'yib, 3-turkum, ya'ni Şinjan Daşyoning fan texnik universitetiga qabul qilindim. Maktabni oshchili Aqsuv yetkib ketdi. Aqsuv yetkib ketgandan keyin dadam bilan opam maktabga mangan tunji yilim bo'lgandan keyin men maktabga olib qo'ymoqchi bo'ldi. Maktabga berib, darvozadan kirgan tunji qadamda o'zimga bir va'da berdim. Men cho'qim mush maktabning o'quvchilar uyushmasining raisi bo'laman deb. Ham dadamga deb berdim. Dadam o'g'lim men sana ishilma degan bo'ldi. Bir haftadan keyin men bolalarcha taqdirnomalarimni ko'tarib, o'quvchilar uyushmasiga mas'ul molimning ishxonasiga kirdim. Ham o'zimni tashviq qildim. Tashviq qilsam molim beshinim ko'tarmay turib,
bu işlerin o'tib ketdi, hamda qolgan o'zani bu maktab joriy qildirib, qog'ozni aldirmay ipmag'in dedi. Nihoyat ig'ir kelib bu gap yotoqqa kirib ketgan bo'ldim. Sal ko'nglim yerim bo'ldi. Lekin buning bo'shashmay men bir haftadan keyin o'quvchilar uyushmasiga odam ammoqchi bo'lgan faoliyatni anglab berib tizimlatdim. Tizimlatib o'zimning 100 lira imtihon qatnashib, o'zimning alayligini joriy qildirib, nihoyat o'ng'ishli holda kirdim o'quvchilar uyushmasiga. Kirib, u yerda nihoyat tirishib, har qanday jafoliq ishlarning oldiga chiqib turib ishildim, qanday qiyinchiliklar bo'lsa o'zim hal qildim. Qiyin kunlar kelgan chaqda o'zim tishlab turib, u ishlarni hal qildim. Bara vaqtning o'tishiga ergishib, ma'lumotlarning ko'ziga chiliqib, 1 yil bo'lgan jarayonda bir bo'limning bo'lim boshlig'i bo'ldim. Bu bir bo'limning bo'lim boshlig'i bo'lgandan keyin mening guruh a'zoylarim bo'ldi. A'zoylarimni tang tashkillab, maktabdagi cho'ng faoliyatlarni, maktabdagi har xil o'rlashtirishlarni o'zim boshchilik qilib, ashlar bilan tang yetaklab, tang qilib, nihoyatda ma'lumotlarning yaxshi fikrlarga erishgan bo'ldim. Erishib, mushtaq tirishib, jafodan qo'rqmay, yig'illarni ichib, oxirida 2,5 yil bo'lgan chaqda o'zimning orzusini, davom bo'lgan va'dani amalga oshirdim. Bu maktabning o'quvchilar uyushmasining raisi bo'ldim. O'quvchilar uyushmasining raisi bo'lish jarayonida men nurg'un o'quvchilar bilan muomala qildim, do'st bo'ldim, tanishdim. Ham nurg'un o'quvchilarni bayqadim. Bu o'quvchilarning 95%da o'rtaq bo'lgan bir kamchilik bor ekan. Ya'ni o'rinliq badxajlik. Bu o'rinliqni qanday bayqadim degan chaqda bizning maktabning qoidasi, bizning maktabning darvozasining qishiq keldi. Hamda u qoidani o'quvchilar erish uchun yotoq binosidan 2 kilometr ariqni mengib u qoidasini oldi. Hamda o'quvchilar buningga o'rinliq qilib bir necha kun turib ketdi ekan. Bu kichikina uyga qoida besib ketdi ekan. Ondan buni o'ylab men to'xta, agar mush o'quvchilarning qoidasini men ash yotoq binosiga olib bersam, hamda bulardan bir kun haq talab qilsam, bu o'quvchilar qabul qilarmi degan o'y fikr qallam kelib, qoidaning lab bilan paranglashdim. Paranglashib o'zimning xiyollarini, fikrlarini bu odam dedim. Desam bu nihoyat xo'shib ketdi. Chunki men olib bersam bu qoidaga do'nib bir necha kunning qoidasi bek to'shib ketdi ekan. Shunlar bu meni qo'llagan bo'ldi. Topdim birini qurdim, qurib o'zim tashviq qildim. Mushtaq o'quvchilarning qoidasini mushtaq yotoq binosiga olib berma, bir kun haq qilma deb. Sizlar menga 3 zakaz tushdi. 3 zakaz tushdi degan gap 3 qoidani ashlar olib bergan fursatni oldim-da men. Endi bu 3 qoidani menga tushgandan nihoyat hayajonlanib ketdim. Tunji ishim nihoyat yaxshi bo'ldi deb. U qoidani oprish jarayonida xo'shib ketib borman-da men. Xo'shib ketib bu 3 qoidani ilib bolalarning qo'liga berdim, 3 kun pul oldim, xuddi 300 kun, 3000 kun pul topgandek bo'lib ketdim. Shuning bilan bara tirishdim. Keyin buningdan bir motosiklet oldim. 500 ko'yga 2-chi qo'l nihoyat qota motosikletini men oldim. Motosikletni ilib bir oy jarayonda mening qoidalarim kuniga 40 dan 50 dan 60 dan bo'ldi. Demak, bir kunlik kirimim 40 ko'y, 50 ko'y, 60 ko'y aylandi. Buningdan texim xush bo'ldim. Ma'lum bir kuni bir dars vaqtim bo'lib kelib, bir qoidadagi egisini suylab qoldim telefon qilib. Tez aytib ketmamsa, mening dars vaqtim bo'lib ketdi deb, sal po'stiyarim xato chiqib qolgan bo'lishi mumkin. Lekin u pastki bo'rondek tushib, sen bir qo'ydin, divandek pul topadigan odam nimaga vaqiraysan menga dedi. Bu gap menga xil ig'ir keldi. Hattoki 3 kun qo'ydi to'shimidim. Men buningni voz kechishni o'yladim. O'ylab to'xta, agar men voz ketsam, uni kulkisi qilma. Bir obdan yaxshi beng'otdi. Qo'lim ishqadim ishlatdi. Men ashning ash kepiga voz kechatsam qanday bo'ldi? Deb voz kechmay buni texim tirishdim. Toki oldingi mavsum bu bola meni izlab keldi. Bu meni bir qara tuvan o'qitdi. Adash, mushu qoidalarni men o'tkazib bergan bo'lsanglar, deb men bu gapni anglab ichim patmay qo'shib ketdim. Chunki ayni vaqtda men divandek bir kun pul topadigan odam mening oldim kelib bu qoidalarni o'tkazib bergan gapni qildi. Bundan nihoyat hayajonlandim, qo'shildim. U chaqda men allaqachon qo'l ostida 30 o'quvchi ishlaydi. Mening 3 chaq motosikletni 3 vatdi. Bir kun akildan qoidalarimdan 500, tuvan bo'lsa 500, yuqori 700 ketgan. Oylik kirimim 6000 qo'ydan 7000 qo'y chiqirayotgan vaqt. Men ash kuni kechda 1-yil qabul qilgan eng nihoyat men sodiq ishlagan bir o'quvchiga o'tkazib berdim. Hech qanday haq talab qilmay. Chunki men o'zimning erishmoqchi bo'lgan natijamga erishib bo'ldim. Meni ko'ramagan odamlarning oldida utuq qozondim. Bundan keyin endi badxaj o'quvchilar desak, badxaj o'quvchilar ota-onasining pulini nerdan kelganini uqmaydi. Tuvan bo'lsa 600 qo'y, yuqori 1800 qo'y pul yerdi. Ularning pul xajishiga siz aqlingiz hayron qolsiz. Pulni u deya har xil ko'ngilsiz so'ralari, har xil o'yin tomosha, hattoki to'r o'yinlar qachildi. To'r o'yinlar qachsa bu pulning nakatga uqmay, oyning oxirida yegak narsa yo'q. Men har kun diqqat qildim. Qisam shanba kun peshdan yo 5 tal yo 10 tal non kirib ketdi yotoqqa. Bular nima ish qilgan deb so'rashsam, oyning oxiri pul qolmay non bilan suv ichgan. Buni o'ylab to'xta. Maktabda bir navoiyxona kam ekan deb buni qitirishdim. Shundan o'ng'ishdi qoldi maktabdagi tunji navoiyxona ochdim.
Navayxan ish kurslarına kirib, hattoki ular yetishamagan chaqda o'zimga yordamlashib, darslarga 10 chiqib ketgan vaqtlarim bor. Ko'p vaqtida 5 qalta, az bo'lgan chaqda 5 qalta, ko'p bo'lgan chaqda 7 qalta non sotdim. Nan setib, iliqi pulni xajlab bo'lib, non yeydigan o'quvchilar menga vakolat bo'lib, 2 so'm 50 dan nonni yataqqa kiritib, yataq menasi 3 kundan sotgan bo'ldi. Ular meni cho'pitim qaylandi. Ularni yordam qildim, ularni qutuldim. Bara kavobga kirdim. Kavob ustam topolmay, o'zim kavob chop ketdim. Kavoblarni o'zim o'tkazib, tanaffüs o'tkazib, chiqib yana bir dars qatnashib, yana kavob pishirib, kavob chop ketdim. Sho'rib sotdim. Kavob setib, bir kuni o'quvchilar uyushmasiga yangi qarani o'quvchilar kirgandan keyin men yig'in ochmoqchi, yig'in zaliga oldim. 700 ek o'quvchi bor, o'quvchilar uyushmasidan. Yig'in ochqilib borsam, eshik oldida yangi kelgan ishga o'quvchi edi, meni to'sib oldi. Bizning men o'quvchilar uyushmasidan yig'ini vatdi, boshqa odam kirgizmaymiz deb. Shuningdan turib chandamay meni ozroq ishimati bijirib chiqaman deb kirkitvatsam bu ikki qiz mayli kavob sotganchisi men yangi cho'rda ekan mana kavob sotgan bir yerni ish qatidi dedi. Buni men anglab qoldim. Shuningdan chiqdim, sakni chiqdim, yig'ini men ochdim. Ay ishga o'quvchi arsam ishni o'rniga beshini ko'tarmay o'tiribdi. Uningdan tirishdim. Andan bizning praktik sabab bo'lib ketib men ishkirga boraman, siz cho'ng yaqilma deb, shu bir oyning oldida ishkirga berib birinchi iyi Beijing, Shanghai, Guangzhou keng taraqqiy qilgan shaharlarni ko'rdim. Taraqqiyotlarni ko'rdim. Ikkinchi oyi bo'lsa men yevug' berib 28 kun turdim. 28 kun jarayonida 0 desmiydan 20 ming pul topdim. Nayt qo'shildim. O'zimning ajrlari, jafolari, uni o'zim fuqma. Shu tamoq yo'q. Famiyam yeyman, bir kunlik famiyam. Atigan nonni chayni ishlab chiqitmay, kechda azroq bo'lsin deb neuro lanjulami oshnayman. Pulning yo'qligidan ularni yeyotganim yo'q. Ab pulni qaysiz ishim og'rib. Chunki nayt jafodi deb aytaman. Andan o'sha ayop qaytib keldim. Oliy maktabda qaytib kelganki, ikki pushaymonim bo'lib qoldi. Birinchi pushaymonim bo'lsa, bir tilni ravon o'rganib olmadim. Ikkinchi pushaymonim bo'lsa, bir kasbni tutib o'rganganim. Endi mening mush saknadim paynlab hozir o'qiyotgan o'quvchilarga, oliy maktab bolalarga qilgan mening orzuimni amalga oshira olsa, cho'qim keyin yo'llari texim ravon bo'ldi. Chunki bir tilning nihoyat cho'ng oshqish ekanligini bildim. Bir kasbning, bir hunarning bo'lsa, u menga o'lmaydiganligini his qilib yetdim. Rahmat. Wow, Farhod, nimga qoldisa? Men o'sha og'zimni ichib qolgan peti, debchi. Men sahnaga chiqib yumdim. Bo'lmasa yumamaydim. Qani, salom. Beritaylik. Salom barliq ustozlar, mush vaqtinglar xayrli bo'lsin. Eli diyardan kelgan Farhod Abdullikimdan hammanglarga o'tliq salom, oliy ehtirom. Nutq qobiliyati alayidligi haqiqatan bizni qoyil qildi. Endi riyosatchilik qilish jarayonida men bir bog'lug'uchi deb o'ylayman. Masalan, mayirlarni ustozlar bilan, cho'lponlar bilan bog'lash rolini o'tayman deb o'ylayman. Shunlashqa riyosatchilik men uchun bek tasbihlanmaydi, lekin o'sha naq maydonda nutq so'zlash rost taschu. Sizga qancha vaqt bo'ldi mush qobiliyatni yetishtirayotganingizga, Farhod? To'liq o'rtada mushta bo'lib qolgan. Mushta bo'lib qolgan. Bir uxlab qolsangizmi mushta bo'lib qolganingizmi? Yo'q, ash alaylikni shu chaq bayqab ketganman. Shu chaqda boshlagan mana. Endi oliy maktabni bitirish oldi turmoqdisiz. To'xtamay sahnaga chiqqaningizning ifodasida mana faoliyatlarga to'xtamay riyosatchilik qilib, shu o'zingizda bor bo'lgan ortiqchiliklarni namoyon qilyapsiz. Yaraysiz. Qani ustozlarimiz nima deydi ekan? Men nihoyat hayajonlanib, masligimga putidim beshidan qarab o'tirib ketib barman rost gapsam. Nima desa, buni hozirgi yoshlarimiz mana mushundaq ilg'or yoshlarimiz bekchiq. O'zingizning osh tirishchiliklardan faxrlanamsiz. Faxrlandim, ham texib tirishima. Haqiqatan faxrlangandek ish qilibsiz. Abay dedingiz siz, men ishga o'kinma, biri kasb o'rganmagan, biri til o'rganmagan. Siz o'zingizni kasb o'rganmadim deb qarabsiz, lekin siz kasbni o'rganib bo'libsiz. Qanday kasbni o'rganibsiz? Siz qo'ydi to'shibsiz, navoiyxon ichib qilibsiz. Kavobxon ichib qilibsiz. Eng muhimi 400 odamga yig'in ichib qilibsiz. Tashkillash iqtidoringiz bor ekan. Qo'rqmaslik, jur'atlik iqtidoringiz bor ekan. Mushuning hammasi kasb. Bek ta'sirlandim, bek hayajonlandim. Ham mush ekran oldidagi barliq mushundaq yoshlarimizga tavsiya qilgim keldi. Cho'qim tirishqanda, cho'qim har qandaq ishdan natija chiqadi. Undan keyin hech qandaq ishningki tuvini yo'q. Tirishinglar. Rahmat. Haqiqiy bizning yoshlarimizning ulgusi bo'la oladi, xosiyatida. Men bek ta'sirlandim. Rachaynim yaxshimi? Yaxshimi aka. Sizning o'qiyotgan kasbingiz nimada? Bozor marketing, shu Shanshaw. Hozir siz o'zingizning kasbida qanchalik natija yoki shu o'qiyotgan kasbingizda qanchalik egalladim deb o'ylaysiz? Daha shudiki o'qiyotgan kasbingizga hozir siz necha nomer qo'ysiz agar to'liq yaxshi o'rgangan bo'lsangiz 100 nomer qo'ysak, o'zingiz necha nomer qo'ysiz?
Endi men 85 numar qo'yishim mumkin. Chunki men 4 yil jarayonida 2 yil o'qish mukofotiga erishib o'qigan. Natijam herhalde yaxshi. Chunki o'zimning yoqtirgan kasb bo'lg'achqa, men kichikimdan aqlim topsam rishal setib pashma setib yurardim ko'chada. Dadam opam ishga kadr ishlaydi, meni qattiq qarshi turib bu ishlarga. Lekin men hechib chiqib ketaman, qilaverman qilig'imni. Endi mening o'zimning yoqtirdig'ini setish bo'lgandan keyin oliy maktabga tanlagan kasbim mushib qoldi. Ham mush kasbdagi nihoyatda inchik bo'lgan bilimlarni o'zimga xil yaxshi qabul qildim deb o'ylayman. Amaliyotda shu atrofimizga diqqat qilsak, imkoniyat yor bersa, o'zimiz o'qigan kasbni puturib o'qish bitgandan keyin dashodan chiqqandan keyin o'zimizning kasbini qilsak, bu bek yaxshi ahvol. Lekin go'y vaqtida undaq bo'lmay qoladi. Biroq ashundaq bo'lmay qolganlarning ichidami bek katta damlar chiqadi. Menimcha bu inimdan bek katta natija chiqadi kelgusida. Boya biz deyishgandek nurg'un jafolarni tatibsiz. Mesela mening nurg'un inlarim bor, atrofimda aka deb yuradigan tuqqanlarim bor. Shularning ham shu dashoda shu ota-onasini eng g'am qildiradigan ishi birisi beshida pulni xashlatadigan. Ikkinchisi o'ylashmay pul xashlaydigan o'zining turmushini quyuq qilolmaganda. Bu inim bu jihatlarda yaxshi qilibdi. Men eng ta'sir qilgani nutq so'zlashni xil yaxshi egallabdi. Bu jihatda sizlar texnik kasbiy lekin mening his qilganim so'zlab yivuda neyromen ishgan yer kelgan vaqtida hayajonlandi. Yig'i tutdi. Davomli g'ayrat qilib so'zildi. Bu vaqtida biz mashtaq bo'ldik. Agar bu inim bu narsani kitob yodlab olganda so'zlab ham deb chiqib ketsa, u bo'ladi. Haqiqatan biz anlig'idek bir payz ishlar ekan, bu anlatmaydi ta'sirlandik, ta'sirlik hikoyalar ekan. Biroq so'zligach o'zing so'zni o'zi hayajonlanib, bizga shu hayajonning energiyasini uralgan vaqtida bu nutqdagi bir yangi pallaga yetish kerak deb o'ylayman. Davomli tirishing hamda shu tijoratingiz qanday qilganingiz to'g'risidagi ishlarga texnik atrofli javob bera oladigan ustozlar bu yoqda. Rahmat. Ferhat, yaxshimisiz? Yaxshimisiz-da. Sizda nurg'un ortiqchiliklar bor ekan, oldida ustozlar asosan deb bo'ldi. Menga intayin ta'sir qildingiz. Men anglab hayajonlandim. Ajoyib iroda bor ekan, tirishchanlik bor ekan. Maktabga kiribla Rushi bulman deb siz bulalib siz chiqib bo'g'icha. Arliqda siz oxirida xulosiga vaqt mundaq dedingiz. Men o'qish bitirib ikki narsani afsuslandim. Birisi yaxshi bir kasb o'rganmabdiman. Bu yerda siz o'zingiz yaxshi ko'rgan kasbni o'rganibsiz, o'qigan kasbingizmi shu ekan. Shu changingshao kim qila olibsiz buni? Amaliyotda sizda kichigingizdan tatib qilib hatto o'qiyotgan vaqtlarni maqsadi kirim yaratibsiz. Demak sizda yetarlik ishonch bo'lish kerak. Bu yerda nima afsuslanman deysiz. Ikkinchisi, ota-onangiz bilan sizning o'tiringizdagi tanlash. Bu albatta o'zingizdan tanlash, lekin mening shunday bir tavsiya qilgim keldi. Chunki men bu o'qiyotgan vaqtda ota-onamning orzusi sababidan o'zimning orzuyimdan voz kechib, ota-onamning orzusini tanlab o'qigan. O'qib bo'lib, o'qish bitirgandan keyin men yana qaytib o'zimning orzuyim bo'yicha o'zim yaxshi ko'radigan yo'lda mangdim, ondan utuq qozondim. Ota-onamiz albatta biz uchun yaxshi bo'lsin deydi. Ular bizning hayotimizda bundan keyingi davomini biz uchun yashab bermaydi. Bizga yo'nalish ko'rsatib bermaydi. Masalan, bundan keyin cho'ng shaharlar taraqqiy qilib, erkin qushdak yashag'im bor dedingiz. Har qanday kasbda taraqqiy qilib bo'ldi. Erkin qushdak yashashning usullari har xil. Masalan, bundan keyin siz o'zingiz yaxshi ko'radigan shu marketing kasbida davomli taraqqiy qilishni yoki korxonchi bo'lishni orzu qilamsiz yoki ota-onangiz orzu qilganda ko'ngilgan sistemaga kirishni xohlamsiz. Bu o'zingizning orzuyingizga bog'liq. Orzuyingiz nima sizdan? Mening orzuyim korxonchi bo'lishdi. Korxonchi bo'lish demak, o'zingizning orzuyingiz haqiqatan kuchli bo'lsa, siz o'zingizga bir qatim ishlang. Shu irodingiz bilan, tirishchanligingiz bilan, natijangiz bilan ota-onangizni cho'qim qayli qila olasiz. Men natijam bilan ota-onamni qayli qilgan. Rahmat. Natija qilgan nurg'unlagan kishilar, mayli tongli kishilar bo'lsin, natija qilgan kishilar shundoq. Albatta ota-onasining qarshiligi, atrofdagi kishilarning qarshiligi, hatto nurg'un kishilarning uni cho'qim putlib yutman deydigan shu qarshilik hatto qiyinchiliklarning tog'dek olib dövlünüp turishning hammasidan kesib o'tib natija qozongan. Nada birinchi o'tganda kayningizga yenib ketdingiz, natija qozonmaysiz. Hayotingiz hozir qadar nihoyatda go'zal muvaffaqiyatli bo'pti. Albatta meningmi sizni talashqim keldi. Men o'zim setish kasbini bu dunyodagi eng go'zal kasb deb qarayman, chunki men mush kasb bilan hayotimni, taqdirimni o'zgartgan. Ham nurg'ulg'an kishilarning hayotini o'zgarishiga men sababchi bo'lgan. Setish kasbi kasb emas deb qaramang. U intayinbek go'zal kasb ekanki, bevosita boylikqa tutishadigan kasb. Orzuyingizni qanotlantira oladi. Hikoyasini anglash jarayonida men bunda bir narsani his qildim. Rockefellerning bunda bir gapi bor. Dunyodagi birinchi boy Rockefellerning agar mening yerimda bir tiyinni qoldirmasdan meni cho'lga tashlab etsam, men shu yerda bir savdo imperiyasi qurib chiqa olayman degan. Men mushu balda ashtaq bir ruhni ko'rdim. Nimishqa degan vaqtda tashodan tunjiq ketdim, qadam atlagan vaqtida dadisiga hijil bo'lmay turib deyalabdi. Men mushaning cho'qim nimasi bilmadi. Ikkinchi qitim bir haftadan keyin o'zining o'qish mukofotlarini ko'tarib malimning ishxonasiga kiralabdi. Demak bu
Allaburun özünü yenivetken iradesine ait güçlük, özüge işindiğen bir ruhunu köygül buldu. Anadaki özünün koyduğu toş jaryan bolsun yoki navayılık qilish yoki koopsetish bu jaryanlarda özünün izzatini özü qaytadan qo'lga keltirelibdi. Haqiqatan erkek o'g'illar bo'lishga tegishli bir ruh bu. Men sizning bu tarafingizdan bek suyundim, bek faxrlandim. Rostga qilsam meningmi talashqim bor. Chunki sizning eglik tiklash orzuyingiz bor ekan. Men ayni vaqtda 6 yil ilgari hech nimam yo'q, sizga o'xshash mushtaq o'zimlam bir odamdim. Lekin shu vaqtda hatto men eglik tiklashni boshlagan chaqda tunji qitimliq 1200 ko'y mablag'ni topolmay yomon testda boshlagan. Ikkimizning irodamiz o'xshashib qoldi ekan. Rahmat. Men 6 yildan keyin bugünkidek mushu bir salohiyatga erishdim. Sizning cho'qim qisqa vaqt ichida shu natijalarni, shu irodangiz, shu orzuyingiz haqiqiy bo'lsa, qo'lga keltira oladiganligingizga ishonman. Men 6 yil bo'ldi eglik tiklab ichki shirkatni qurib, yuzlagan odamning eglik tiklishiga yordam berib, shularning orzularini amalga oshirib, hatto o'zimning vakolatchilarimdan 4 odam hozir shirkat qurib chiqib ketdi. Sizning mening gruppama kelişinizden karşı almayın. Bana hazır ustazlaylıqı özününki təsiratlarını bayan qığaşlam, özü babana artıqçılıqlarını sözləvatıdı. Özü qaratmaqçı. Xili tanışıb qaldı ben bir iş Tanışma buldu. Nur Mehmet. Ferhat, adamni qayıl qilib etding sen turibla. Bu Ferhatdagi eng negizlik artıqçılıq nima olsa natiqlik. Bütün utuq qazangan adamning bir o'rtaq aloyligi bor. U nima olsa natiq. Başlarga o'zining ideyasini singdira oladi, boshlarni o'ziga mablag' sag'iza oladi. Mana eng chong ortiqchilikning birisi. Yana bir ortiqchilik nima bo'lsa, kuchlik bo'lgan intilish kuchi bor ekan bunda. Tutib qolgani bo'lmaydi. Qolgan boshqa xo'jalikda yana bir ortiqchilik, kuchlik intilish kuchi bor. Mana ishni qilishni bilmaymiz. Başlaştım burun. Ama qıp çıkımız. U yanğı suguşap, bu yanğı suguşap. Nimişqa güçlük intilish kuchi bor. Uxlatmaydi anasi. Aşnasi tirishchan qiladi. Bir intayin cho'ng ortiqchilikdan birisi. Sendagi bir cho'ng kamchilik nima bo'lsang, baya bayqab qoldim. Nurimi eshitdim deding emasmidimmi yuzini tushirib. Bu seninki üzenge qo'l salanmading. Sen başlığa qo'salanmaysan. Nima uchun sen o'zing topgan pulni başlığa berolmaysan? Başlığa berolmading degan gap sen cho'ng uftuqni qo'l keltirolmaysan. Sening notiqliging nolllab ketadi, tirishchanliging nolllab ketadi. Nima uchun piqsiq? Hech kimlarga hech qis qilolmaysan. Cho'qim o'zingga qo'l selishing kerak. Başlığa cho'qim topqiningni berib bera olishing kerak. Faqat birlan masala bor. Hash manfaatning masalasi bor. Sen aniqlanmasang bir odamning yaratadigan qimmati cheklik. Sen o'zingga tayinib olsang, uy-chaq, mashinchaqni ola olaysan. Ama çoğun uftuk kimge tayinda olsa kollektif tayinda. O kollektifga ma'nosini beramisan, qanday çoğun uftukni qo'l keltirsa. Shu majatdan sen azroq texdimmo tirishib chiqishing kerak. Men san chiroq yoqaman sal turib. Nima uchun men tanlaysan desang, men mush qarg'achida 70-80 da yuzamga agashkizib ketib barman. Mening hozir taraqqiyotim intayin tiz. Men quruq gap bilan xo'sham yo'q, negizini ham qilaman. Shu endi ma tarafdan qaysi tarafga yetaklash, qanday qilish men yuzam bilim qolganda. Mana rahmat sana. To'rt ustoz o'xshamagan nuqtadan Ferhatninki alaylikni shariklab berdi. Endi mening bir demoqchi o'g'lim, xosiyat adam shundaqla Keremjonlar hozir mana mushu cho'lponlik salohiyat bilan mushada o'tira olishligi sabab nima? Har bir qadamni intayin mazmut, ching, puxta bosqanligidan bugungi o'ringa, bugungi mushu ustozlik o'rniga, cho'lponlik o'rniga erishildi. Am to'g'ri cho'lponlari balkim bir kechada cho'lpon bo'lishi mumkin, lekin mushu ustozlarimizdek uzunga ma'lamdi. Qanchalik tura olaydi? Eng negizlik masala mushu. Ferhatni ko'ygunimiz bo'lsa, bu har bir qadamni mana mushta puxta besib etibdi. Puxta bosgan keyin bu jihatdimi meningcha cho'qim taraqqiy qila oladi. Unda bo'lsa, biz to'g'ri cho'lponni tanlaydigan programma. Siz Douyin-da jibo qılamsız yoki Kuayshou'da jibo qılamsız, qaysi aloqalashish qurolini ishlatdingiz? Men jibo qilmayman, Douyin-ni zo'pin chiqaratdim. Zo'pin chiqarishim shu Yivuda chiqqan cho'ng ayollarım o'zimning butun renshanchinesini ashnoq dab berib, dampiyalarni taqib, shoshpinan taqib, haqlarning nimqotligini ko'rsin. Mushning ostida bir nim yesqitsin. To'g'ri, ha. Unda bo'lsa sizningki hozir asosli qotqiningiz Douyin bilan Kuayshou'da mushu shipinglarni chiqarish orqali boshqalarga aktiv energiyalik mazmunlarni yetkazish shundaqmi? Yaraysiz. Yoshlar cho'qim mushtaq bo'lish kerak, chunki biz keyin yoshligimizga qaragan vaqtimizda rahmat san yoshligim deb ayta olamiz. Ikkinchi bosqichga qadam qo'yamiz. Qani, unda ekranga diqqat qiling. Farhod, ya'ni Torda naq maydonda bevosita ko'rsatib, mol setish darsligi, jibo dayxo ko'ching. Tushunish bo'ldimi, Farhod? Qanday tushundingiz? Endi jibo dayxo hozir mol setayotganlar nurg'on, jibo qilib turib, ashni o'g'itadigan, qanday vanxo bo'lgan o'g'itadiganning darsligini setamanki. Bo'ldi, unda bo'lsa, tayyorligingiz bitdimi? Qani, marhamat.
Dostum sizning vanxon bo'lganingiz ham bor. Sizning to'rdan mollarni setib boyib ketganingiz ham bor. Hamma odam vanxon bo'la olamdi, hamma odam to'rdan mol sota olamdi. Sizga eng to'g'ri tanlashingiz fancy tarqatquchining darsligini olish. Bu darslikni olgandan keyin qandoq vanxon bo'lishni o'rganasiz, qandoq to'rdan mol setishni o'rganasiz. Ba'zida vanxon bo'ldi, mol sotolmaydi. Qanday bo'lgan chaqda ham vanxon ham mol sota oladi. Siz to'g'ri narsa tanlashingiz kerak. Darslikni o'rganishingiz kerak. Tokchilikni o'rgandi, remochilikni o'rgandi, vanxon deganmi, vanxonning darsligini o'rganish kerak. Bo'lmasa qandoq vaqtda Zopin chiqirsiz, qandaq vaqtda shipin chiqirsiz, qandaq vaqtda shipinning mahsulotingizni tushundirsiz, siz buni bilmaysiz. Faqat bizning darsimizni olgan chaqda 100 turani, ozus 5 odam, ko'p bo'lsa 10 odamga shinshaq 100 turani darslik o'tib sizlarga vanxon bo'lishning usulini, qandaq vaqtda zopin chiqirib, qandaq vaqtda jibo qilganligini biz o'rgatamiz. Mush darslikni olgandan keyin siz vanxon bo'la olasiz, sizmi cho'lpon bo'la olasiz. Sizmi bizning programmani qatnasha olasiz. Program sizni saqlaydi, vanxon bo'lish sizni saqlaydi. Yana ozroq vaqt bor. Davomli paratda, yana sotaylik. Vanxon bo'lmaydi deysiz, vanxon bo'lib, mahsulot sotasiz, mahsulot sotolmaysiz. Faqat jibo qanchalik, cheki qanchalik gaqla olasiz. Endi mahsulot sotay degan chaqda. Vaqt to'shdi. Bak, sotadi ekansiz-a? To'shimaydi bizning uyga deb hamda mau darslik to'shimaydigan bo'ldi. Qani ustozlar, chiriqalarni yondirsanglar bo'ladi. Çırak yandırgan işik ustazımız bolsa, Nurahmet malum bilen, Minaver malum. Bayatın Ferhat'nınki derslikni setish nimasini men ko'rdim, unda bir necha xil kamchilik bor. Bu nereden setib olamiz, qanday setib olamiz, hech narsani demidi, qancha pul. Faqat o'zini ham o'ylaydi. Mas'uliyatni tutib olib, mandan o'chi, manda iqtidorlar bor. deb ash nasl ham so'zildi xaridorning dunyosiga kiramidi. Endi qolgan naslni tanlagandan keyin bir-birlab o'gitamiz-ku. Mening his qilganim hamda o'zi tunji qaytimliq chibo qilishga, garchi ilgari setib baqqan bo'lsa-mu, mahsulotning alayidligini har holda yaxshi deb beraldi. Adres bilan pulsin deydigan vaqt o'tib ketib qoldi. Ozroq vaqt qoldi, ya'ni shu vaqtni qo'ldan berib qo'ydi. Shunga ham mening beradigan taklifim fursatni yaxshi tutishni, qanday vaqtda nima deyishni texim yaxshi o'rganishi kerak deb o'yladim. Mening tanlashimdagi maqsad birinchidan o'z pek tirishchanlik. Hech qanday iqtidor bo'lmasmi, boylik bo'lmasmi, faqat o'zida shunday bir kuchli tirishchanlik bilan kuchli bir orzusi, irodasi bo'lsa, o'sha kuchli orzusi bu odamga o'z orzu qilgan narsalarni magnatdek tortib akib berdi. Men mushiyasini yoqtirganligim uchun chiroq yoqdim. Men bir so'raydigan savol bor. Chiroqni mu yoqmadim, biroq so'rashni to'g'ri topdim. Oldinda men dedim, siz o'zingizning orzusini tanlash bilan ota-onangizning orzusini tanlash o'tirsida, o'zingizning orzusiga siz qancha %, ota-onangizning orzusiga qancha % imkoniyat deb qo'yapsiz. Navada siz ikkining birini tanlash o'rga qiz qaysini tanlaysiz, endi men sizga keyin qararim deyman. Men o'zimning orzusini tanlayman. Yaxshi. Navada sizning tanlashingiz o'zingizning orzusi bo'lsa, men sizga yordam bera olaman. Ikki jihatdan yordam bera olaman. Birinchidan sizning eng qisqa vaqtning ichida boshqa bir shirkatlarda hamkorlashadigan, bir kichik sotuvchidan boshlaydigan, barbara o'rlaydigan emas, egizdan boshlaydigan bir korxonchi qila olishimga mening ishonchim bor. Buning yordam bera olaman. Chunki sizda shu asosiy susay materiallar bor. Faqat sizga yo'linish berish kerak, sizga usul berish kerak, qolgani cho'ng masala emas. Ikkinchidan ota-onangizni qanday xayr qilishni usulini men sizga deb bera olaman. Amsi chiroq yondiramsiz? Mening bir gapim bor. Bir yondiraylik, Xadicha ustoz. Avval javobini anladim. Sizning oxirgi tanlashingiz yana bir anglab bitay. O'zimning orzusi shunday. Qiyinsiz yonmaysiz a? Qiyinchilikqa duch kelsangiz qiyinsiz yonmaysiz shunday. Ya mening turmushimda azalda o'zim belgilab kelgan. Mana. Yondirdi. Mening bir savolim bor. Mening bir gapim bor. Agar siz mening gruppamga kelsangiz, mening yaqinda yangicha bir planim bor. Vakolatchi yoki agashkuch emas, balki men bilan hamkorlashmoqchi bo'lish salohiyatiga erisha olasiz. Mana. Rahmat. Farhod, eng oxirgi tanlashni siz belgilaysiz. Nurmahmet ma'lummi? Xadicha ma'lummi yoki Munavvar ma'lummi? Chiroq yondirgan ma'lumlarga ko'pdan ko'p rahmat. Nurmahmet ma'lum bilan Xadicha ma'lum, endi nurg'unlagan korxonchilarni tarbiyaladim dedinglar. Endi men ularning balki qo'liga suv quyib berishim, beranmaslikka mumkin. Lekin texmi tirishima. Munavvar ma'lum 6 yilda shirkat qurib, eglik tiklab nurg'un odamlarni hozirgi bozorga kelib, mening o'ylig'imda endi yangi qurgan Munavvar ma'lum bilan yangicha kichikdan boshlab taraqqiy qilishni o'ylashdim.为什么要选他？因为老师给的正是我想要的。这个答案非常棒。好，希望你们的合作愉快，期待下次你更精彩的表现。谢谢范范，谢谢辛苦了。来。Endi seknimizga chiqmoqchi bo'lgan Mayirimiz kimdi? Diqqatinglar, davomliq ekranimizda bo'lsin.
Mən Qadriya Rahman kichkindan boshlabla rol elish, ovoz do'rash, naqsha etish, yiziqchilik qilish va obraz yaratish ishlariga ishtiyoq bog'lagan ko'lik xumar qiz, turmush qismatlarga to'yingan bir ssenariy. Biz ana shu ssenariy ichidagi eng yorqin obraz, men Qo'yshow do'yin subsi tartib har bir qisqa video dal turmushdagi har xil ko'rinishlarning qisqa yig'indisi. Men darajadan tashqari to'r cho'rponlari sahnasi orqali obraz yaratishdan boshqa yana to'rda naq maydon ko'rsatish qatorliq bilimlarni o'rganib, texmi yaxshi mazmunlarni mas'ullarning huzuriga sunish uchun keldim. Şeyda, Fukan ben do'konga mandim. İşini biraz çekse aşmang ha? Mağul hoca, opam atkilda da'vatdingiz. Agar opam kelib qolsa, osh qushni unutib qopti. Fukan baribir opam bugun kelmaydi, atkildi. Shunga siz ishni hech kimga aşmang. Hoca, davomliq atkilda deydi ekansiz. Aytinga, soda ati degan qachon? Ati degan singlim. Ati. Kadriye, kızım. Kadriye, bulun kızım Turğa. Tamak pişti bala. Dadısı, siz ketkenге mi? 2 yıl bo'ldi. Ballarım çoğun bo'ldi. Kadriye kızımız bana saat 2 bo'ldi. Mushu vaqtcha yo'q. Men hozir qana qilishini bilmayapman. Telefon ursam taqaqla deydi. Hayat vaqtingizda ayda bo'g'icha oldimga o'tolattınız. Yo'q, Nozigul. Balını herkes haqoratlamangda. Men taki hozirgacha
bir qitimmi balaga tildak bakkanım yok. Ama ben balını yaxşı terbiyeleyemedim. Ben bu jangda futladım. Kaşki siz ketkiçim ben ketken bolsamçu. Apa xulumun olsun. Keldingizmi balam? Saat qancha bo'ldi bildingizmi? 2 oldu. 2 bo'lganini bildingiz, shunaqmi? Nima uchun telefoningizni saqlab oldingiz? Apa telefon o'zi itilib qolgan tursa, yo cho'nenji topolmadim. Men sizga zaratligini 2 tane sap qo'ydim, qaramadingizmi? Sumkamni boyata oyoq ishkani unutib qolibdiman. Bo'ldi balam, men hozir sizga hech qanday gap qilmayman. Ati bo'lsin, tang'asin-da. Biz ati yaxshi paranglashaylik, ma'qulmi? Ma'qul, xo'sh. Qo'ldim yaxshi ramdim.喂，啊，你好，什么？好的，好的，我马上去。Kadriya, Kadriya. Voy apa, nim bo'ldi? Yetib bo'ldim, men xusus bo'lmamdi. Balam, idoradan telefon qilibdi. Bir jiddiy bemor keldi deydi. Men hozir darhol qaytishim kerak. Men qarang balam, ishni iching'a. Men mağanki ishni ichidan so'laylik, ma'qulmi? Apa, kimim sap bo'lib chiqaman hozir, mana meni yerim. Balam, to'latquning ichida tomoq bor. Atiyani singlingizga tomoq berishni unutib qolmang. Bulamni qizim, men mangdim. Telefoningizni cho'qim ichib qo'ying balam, men aloqalashmay qolmay. Ma'qulmi qizim? Ma'qul bo'ldi, ma'qul. Xo'sh. 喂，已经上路了。好好好，马上到。 Hoca. Saat 3 oldu. Babam işin takıydan dağıttı biraz. İşin takıydı edeceğim. Vay. Yaxshimisiz? Siz Nazgul Alining qizi bo'lamsiz? Ha, men shu. Apangiz qatnashasi yo'liqdi. Biz hozir xalq doktorxonasiga olib bordik. Nima? Xatolashib qolmagansiz? Hozirda uydan chiqayotgan-ku. Qanday qilsam kerak? Hozirda uydan chiqayotgan-ku opam. Anlaştırıp koyacağım. Ya. Kızış önüm Behmedi. Derhal apağızdan yüzünü göreyle. Nime? Apa! Ya! Yok. Apa. Siz bana neyim degandingiz? Artık qaytib kelaman degandingiz-ku. Yo'q. Bu cho'qim yolg'on bo'lib qoldi. Yo'q. Siz kelsangiz kim tomoq etib berdi? Kim kaynimdan qo'g'lab chiqib tomoq etib berdi, jinim opa? Siz bo'lmasangiz men qandoq yashayman? Jinim opa, men yana bir qatam fursat bering. Yana bir qatam fursat bering, faqat bir qatam. Men do'stim bilan tomoq yemayman. Kechliga kech qolmayman, jinim opa. Men fursat bering, jinim opa. Siz menga chaqchaq qilyapsiz. Siz menga yana tomoq etib bering. Qizim, tomoq pishdi qizim. Qo'lim chaqqan. Siz eng yaxshi ko'rgan bo'layaptim. Tatlı qizim mening, bo'lim chaqqan. Apa, 21 yillik yegan tomoq tursa bu. Nimanda qildigan siz do'stim bilan tomoq yeyasam bo'lmamdi.
Muş ağzımga neçil uruversemçu. Apa ya. Yaxşımı hörmətli sazavər ustazlar, həm Gülşənədə, həm mən ən yaxşı gördüyüm çolpanımız xasiyyətədə Keremcaka hammalarning ham ekran oldidagi barliq ko'rmanlar hammalarga xayrli bo'lsin. Men Qadriya Rahmondan hammalarga o'tliq salom. Qadriya, qizg'in qarshi olamiz, xush kelibsiz. Bizga bir esil sovg'at, esil bir nomerni tayyorlig'ingizga minnatdorligimizni bildiramiz. Hamda bu nomerda nurg'unlagan hamda kasbiy jihatdagi ancha-muncha masalalar bo'lishi mumkin. Lekin bizga yetkazmoqchi bo'lgan tarbiyaviy ahamiyati pek cho'nqur bo'ldi. Meningcha mushning o'zi bir yaxshi natija. Shundaqmi? Nemish hamda bundaq bir nomerni o'rinlashni o'ylab qoldingiz, Qadriya? Men kichigimdan tortib yiziqchilik qiziqib emasmi? Ovoziyatnimi qiziqadigan bo'lgan ekan, bu meniki tunji qitim bir chiqqan programmam. Shuna bo'lgan ekan, o'zimningki mush talantim noshina bo'lgan ekan bir joriy qildirib, ham mushu ijodiyatni mening bir xalqimizga bir to'ntib olay, ham o'zimningki bir kichikgina bir ko'nglimni opamga ifodalab beradigan bir maqsadda ochiq. Bu ssenariyni o'zingiz yozdingiz, shundaqmi? Qadriya hozir nima kasb bilan shug'ullanyapsiz, singlim? Hozir muqim qildigan ishim ham tijoratni qilib, qo'shimcha shu ssenariyalarni yozib tayyorlab qilyapman hozircha. Tor dunyosida-chu. Tor dunyosida shu gitar chap naqsh etganlarimni, qanchaqlar ovoz berganlarimni, andan keyin shu yozgan ssenariyalarimni jurnaliyaqmish aktiv energiyalik qilib chiqarib yo'llab qilyapman. Tordagi ismingiz? Qadriya deb chiqadi. O'xshash Qadriya deb chiqadi. Hozir pintozlarning soni-chu? Qo'shuda 102 ming. Andan keyin do'yinda 20 ming. Xili jiqqa, unda o'z asosligi sizning naqshlaringizni yoqtirib kirganlar jiqraqmi yoki ovoz berish mahoratingizga qoyil bo'lib kirganlar jiqraqmi sizningcha? Mening cho'g'anchada mana shu bultu 3-oyda tunji naqshamni chiqargan vaqtimda gitarchi deb. Uningga shu 10 necha ming odamlar ko'rib san berib, u vaqtda 10 necha ming funsi bo'lganmismi? Keyin maqtim 7-oyda shu ma'lum bir ta'sir qilib ketiblam, o'zimning yozgan narsamni nemishqa o'tirib ochiqmayman degan asosda ochiqqandim. Shuning bilan o'rlab men ham shu asos aktiv energiya bilan ovoziyatni qilgan bo'ldim. E'tidor naqshlaringiz o'zingiz yozgan naqshlarmi yoki naqsh yozib tayyor qilib bo'ldim, yozib ahang qilib bo'ldim, lekin ishlatkizmadim taxi. Opamning tug'ilgan kuniga o'rgatib chiqaraman. Oy, nimda yaxshi, bek katta bir sovg'at bo'ldi ekan. Siz ham shu hozirgi bevosita tarqitishni iqtisodga aylantira oldingizmi, Qadriya? Ash bevosita tarqitish ichib bo'g'chi uchritma qo'yib ketdim. Chig'onni ochamaysiz shundami? Undan so'ng shu masalan naqsh etding yoki ovoz mahorati o'rinlang hammani boshda ilvilib, undan keyin chiqarsiz shundaqmi? Qisqa shoshiping shaklda ishlab bo'lganki, undan keyin tarqitsiz. Nimishqa jibodan ansirab qoldingiz, qo'qab qoldingiz? Opamdan so'rab baxmanimcha, bir qitim so'rsam opam, "Bo'ldi qizim" deb qo'yganti shuni olalam. Qilmadim. Ikkinchi qitim, uchinchi qitimni so'rab baqsangiz qanday ular? Opam bek keskin ayol olgan ekan, undan shu ikkinchi qitim, uchinchi qitim yana rad qilib yetib qolarmi deb o'yladingizmi? So'rashga yana bir urinib baqmamsiz. Men programmamiz tugagandan keyin bir so'rab baqamsiz ya. Shu maydonni endi bir qitim so'rab unib qolsa qilolmayman. Ha, ma'qul, bo'ldi, chataq yo'q. Men shu bevosita tarqitishni bir qilib baqsam bo'lamdiki, apa javobingizni siz ko'rib bo'lgandek anglayman. Kim degan suyimliga. Menimcha programmamizni ko'rayotgan bo'lsa, apangiz chuqur qo'shildi. Hamda shu qo'shilish uchun naq maydonda ifodamiz yaxshi bo'lish kerak, Qadriya. Chunki sal turib bevosita ko'rsatish maydonida sizning mahoratingizni ko'ramiz emasmi? Apangiz agar qoyil bo'lsa, "Ey qizim qila oladi ekan-ku" deb o'zligini ham chuqur qo'shildi. Bulamdi Qadriya? Rahmat, xasiyatida. Qadriya yaxshimi? Yaxshi, o'zingizcha yaxshimi? Nimani o'ylab ash etutni o'ynab baqdingiz? Men buni 12 yosh vaqtimda yozgan, 12 yosh vaqtimda opamni xafa qilib qo'ygan emasman bir qitim. Ara bir qitimmi? Jiqitim xafa qildim opamni. Lekin tushundirmayman, ta'kidimay shu. Shu vaqtda yozib tayyor qilib qo'ygandim. Lekin bunda bir sahna ochiqishni o'ylab baqmagan, ko'milib qolamdiki deb o'ylagandim asli. Yaxshi o'yindingiz, lekin sizda ash qobiliyat borki, uning ustiga ma'o bizda hozir eng kam bo'layotgan narsa nima desa, yiziqchilik.
Yezıqçılığınızı taşlap qo'ymay joriy qildiring. Agarda lozim bo'lsa, o'zingizdan cho'ng ustozlarni izlab yozgan asarlaringizni bir ko'zitib takrorlatib etsangiz bo'ladi. Agar buningga men qanday izlayman topolmaydim desangiz, meni bevosita izlasangiz, men asarlaringizningki ro'yobga chiqishi yoki bundan keyin bir takrorlanib, texnik yaxshi mukammal asar bo'lishiga men yordam qilaman. Ma'qul bo'ldi. Rahmat. Rahmat. Apangizning tug'ilgan kunda aytmoqchi bo'lgan naqshingizni. Hozir xingishib boqamsiz bo'ldimi? Tayyorlik bo'lmasa, majburlamayman. Bor. Xingishib boqsam bo'ldi. Bo'ldi, anglab boqaylik. Kesel çırmap, yazsam bu bitap, ağrıq bulup kılımen xtam, levim çişlep öteymen şu dam, ah muzarım anam bilmesin. Oy! Jabat atqınımni anam bilmesin deydi. Pek yaxşı. Ben şu ekran arqılıq oyak rustunuzun bir so'rab beray. Apamızın ismi nima? Apamның ismi Xan Zühre. Xan Zühre mi de? Yaxshimisiz? Yaxshi turibsiz? Mush Qadriya singlimning shu internet sohasida texim kat taraqqiy qilishiga, texim bir ruxsat berishingizni so'raymiz hamda mumkin bo'lsa bizning ustozlarimiz orqali qanday qilganda eng yaxshi sifatlik siz yomon ko'rmaydigan eng yaxshi holatda jibo qilishni biz mush sahnada singlimizga o'rgatamiz. Mumkin bo'lsa internet dunyosida o'zining talantini joriy qildirishga ruxsat bergaylar. Rahmat Kerimjon. Hozir ijodiyatchi. Ijodiyat pek yaxshi. Orqali yerlam aytib berdi ijodiyat. Naqshi mashundaq narsa. Men bu naqshni nim demoqchi, men o'sha naqsham orqali sizga nimini bildirmoqchi. To'g'ri. Bu qiz deydi, o'zining japat atqinni onasiga bildirmaslikni umid qildi ekan. Bu pek yaxshi. Ota-onaning ozroq bo'lsin yukini iniklatsam degan arzu umidini ifodalayotdi. Pek katta. Yaxshi. Tayyorlik qilmayli naq maydondalam o'rinlatqizgandim. Yaraysiz Qadriya. Endi halqılık basqıç qadam qo'ydik. Qanday bo'lsa ekranimizda sizning bu basqıçda o'rinlaydigan mazmununuz bor. Ko'raylik Qadriya. Adil ingliz tili darsligi. Chataq yo'q-ku? Chataq yo'q. Tijorat bilan shug'ullanib nimani qilib boqadi ekanman. Ha, bir sinab boqaylik bo'lamdi. Qani, marhamat Qadriya. Valla gitar naqsını eğitip buldum. Anandaki avazını doğrap verdim. Gündelik adım boyunca yaxşı bo'lgan mahsulotlarni tanıştırıp o'tmoqchiman. Bugun huzuringizga sunmoqchi bo'lgan, ham sizlarni tanishtirmoqchi bo'lgan mahsulotim bo'lsa, Adil Ma'lum ingliz tili darsxonasi. Hammamizga ma'lumki, boshlang'uchdan tortib aspirantlik imtihonlarigacha bo'lsin, shu ingliz tili eng muhim o'rinni egallaydi. Shuning uchun o'rin, vaqt, iqtisodning cheklimasiga uchirmagan asosda Adil Ma'lum tor darsxonasi qurib chiqarilgan. Bu darsxonni hozir bir do'stimiz so'radi, kim sifat kapolat qila olamdi deb. Albatta sifat kapolat qila oladi. Albatta Adil Ma'lum. Adil Ma'lumni men sizlarga qisqacha tanishtirib o'tay. Adil Ma'lum bo'lsa, mamlakatlik CCTV lo'nqisi ingliz tili nutq so'zlash musobaqasida 2-darajalik mukofotga erishib, Angliya Oxford universitetida bilim oshirib qaytib kelgan. Ananikin balla shu Adil Ma'lum 20 yillik o'qitish tajribasiga ega. Bu jarayonda Shindong fan guruhi qatorliq har xil guruhlarda o'qitish vazifasini o'z ustiga olib, nurg'un 5 tumandan ortiq har millat o'quvchilarini tarbiyalab chiqqan. Ona xos deydiganim tugidi. Hammalar o'zidan aytdi. Qadriyaning shu bir so'zlash uslubi eg'ir besiq, tamkin, o'zini tutib olgan, aldırmaydı qat'iy. Gerçi 90 sekund berilgan vaqt az olsun shunda salmoqlik bilan yana muhim yerlarini so'zlab berdi uchun Adil ingliz tili darsligining qanday qiziqtiradi deb o'ylagandim. Men erishmoqchi bo'lgan nuqtalarni, xili mazmunlarni sharhlab bera oldingiz. O'zingiz uchun qanday bo'ldi? Men cho'g'anchadini yaxshimidi. Bir qoldi. Endi surat yana tezroq bo'lsa yaxshi bo'larmi yoki o'zining xosligi bilan yana mushu usulda ilib bag'ini yaxshimi? Bizning ustozlarimiz bir taklif fikrlarni berib baqsin. Qani ustozlar,
Yaxshimisiz? Yaxshisiz, yaxshimi? Sizning shu bo'libmi ovozingiz nihoyat yoqimli ekan. Degandek hamda bu internet davrida hamma narsani sotqili bo'ldi. Hamda siz mumkin bo'lsa, shu ovozingiz orqali opangiz meningcha Kiramjon muallim o'tingan bo'ldi, cho'qim qo'shiladi. Hamda cho'nglarning ansirishi baldir internet bilan uchrashsa, qanday ish bo'lar yo maktabdagi darslarga ta'sir bo'lamdi deb bunda ansiraydi hamda siz buni to'g'ri tushunib bo'ladi. Hamda siz mümkün bo'lsa shunda yaxshi asarlar bor. Yaxshi asarlarni o'qish orqali yoki ayda filmlarga ovoz berish orqali buni iqtisodga aylantirg'ili bo'ldi. Mushjatdan yetishib chiqsangiz taxim yaxshi bo'larmikin deb o'yladim. O'zingizniki bir yaxshi bir talanti bor ekan, bo'libmi ovoz jihatda? Men boyamda itot ishlash jarayonida men bir ko'rurman bo'lish salohiyatini bilaman, o san'atni bilmayman. O ko'rurman bo'lish salohiyatida menga ta'sir qildi. Shuna bir xil ichimdan bir xil bir narsa uyg'otgandek, ajab yaxshi o'yindi deb o'yildim. Lekin men bu tayxol qilish jarayonida meningcha suratsal canlıq bundan sal tezroq bo'lsa yaxshi. Chunki men o'zim jibo qilmayapman. Ko'rurmanlar odatda talab qildig'ini, pek bir gapni choynib o'tmay, tezroq qilsa, vaqtimizni olmasa, nim demoqchi bo'lg'ini biz tezroq bilib olsak deganni bekrak orzu qildi. Bo'lsa, gapning orlig'ini uzib o'tmay, oqoqidan ulab canlıq holatda, tetik holatda istehim yaxshi bo'ldi. Hamda bu qizg'u jibo qilib baxmabdi ekrandan qo'rqir ekan, lekin o'sha sahna sizni bundan keyin ekrandan qo'rqmaydigan qiyitdi. Hayrat qilaman. Qadriya yaxshimisiz? Yaxshisiz. Yaxshi hissiyatınız pek bay. Roy dünyasının pek kızgın ki aslında. Şu hissiyat pek bay. Lekin sırtınızın naitli soğukkan tesir verdi ekansiz. Paranglish jarayonida, fikrlash jarayonida men diqqat qildim chu. Bu menga bergan tuyg'u bir xil parvosiz. Bilan munosabatsizdek, mushunda bir xil holatni shakllantiryapsiz-da. Lekin ichida bir o't bor. Ichida bir o't bor. Shu asarlarga qarasak, masalan, men yig'ladim boya. Men yig'ilsam Nuroyat malimiz apangizni qaqshatqanma deb. Balki men bilib bilmay qilganlarim bo'lishi mumkin, lekin mening apam ko'z oldimga keldi-chu. Demak, shu rol elish mahoratingiz menga ta'sir qildi. Ondan mazmunning cho'nqurligi, mushahlingiz bilan menga ta'sir qildi. Hissiyat bu yerda. Bu ta'sirxon narsa intayim ko'p o'zingiz yezibsiz, rolni o'zingiz oldingiz, ovozingiz ta'sir qildi. Ortiqchilik shundan bek chiqganchu. Lekin nimishqa boshqalarga texmi bir yiqishliq tuyg'u beradigan o'ylamagandi deb o'ylab qoldim. Bu bizning ko'z nurimiz orqali ham fikrlashga bo'ldi-chu. Shu men hozir gap qilyapman, mening ko'zimni qarab asdingiz hozir. Men sizni men bilan o'xshash hissiyat bo'lyapti deb o'ylayman. Men gapingizga javob beray. Men kichik vaqtimda opamning bir gapi bek ta'sir qilganchu. Bir odamning ko'ziga tikilib qaramang deb bir qitimda radio berib o'tgandan keyin shuni tatib juratkal birasining ko'ziga qarab gap qilolmayman. Ayog'im qarab turib. Men bir şeyde bir narsa qo'shib qo'ysam. Bu to'g'ri, lekin siz paranglashganda eng yaxshisi buniga qarasangiz bo'ldi. Bu yaxshi bir ilm bu, tushundingizmi? Ko'ziga qaramasangiz, buni taraf qarasangiz intayin yaxshi bo'ldi. Ko'ziga tikilib qaramasangiz tushandi. Ashunda o'ylab qolganmidi deb avval ikki ermonim so'z qilgan vaqtda ya qarabdi. Men saqlab turdim. Munavar bilan fikrlashib baqsinchu deb. Meni qarasam meni o'xshash bor. Hatta men so'z qilayotgan vaqtim ya qarash bor. Bu apangizning shu sizga adabli qiz bo'lsin deb qilganma bu bir axloqiyat, siz bizni o'rgatyapti. To'g'ri, cho'nglar shunda qilgan, lekin men keyin kasb o'rgangandan keyin es qildim. Boshqalarninki ko'ziga tikilib qarash emas, uning chiroyiga qarasak bo'ldi. Bu yerga tikilib qarash bilan normal bu qarashimizning farqi bor-ku. Shundan keyin mayli siz kasbiy taraqqiy qiling yoki kishilik turmushda aloqada bo'lsin, bu intayin ko'p ta'sir ko'rsatdi sizningki boshqalarga bergan ta'siringizda. Ondan naq maydonda jibo qilishdim shundaq. Boshqalarga siz mayli nimani tanishtirang, o'zingizning asrini yoki boshqa mahsulotni degandek yaqinlik tuyg'u bermay qolmas, yaqinlarlik paydo qilolmay qolmas. Rahmat. Rahmat. Unda bo'lsa ustozlar chiroq yondiradigan bosqichga qadam qo'ydik. Qani bizning Qadriya singlimiz uchun qaysi ustozlar chiroq yondirdi ekan? Ana ustozlarning hammiz siz uchun chiroq yondirdik. Qadriya muborak bo'lsin, tabriklaymiz. Qadriya, amsa mush ustozlardan kimni tanlaysiz? Men mushu Obulasan muallim tanlayman. Endi seknimizga chiqmoqchi bo'lgan mayirimiz kimdi? Diqqatinglar, davomli ekranimizda bo'lsin. Men Güzel Najbitiyardan ko'rli qizi Qalbinur. Tor dunyosini uchqandek taraqqiy qilishi har bir odamga nurg'ulg'an fursatlarni elib keldi.
Oddiy hayotda oddiy bo'lmagan ishlarni boshqa ilib chiqish mening kishilik muddayim. Balkim nurg'ulg'an qiyinchiliklarga uchrashim mumkin. Lekin men hargizmi bosh egmayman. Men darajadan tashqari to'r cho'lponlari programmasiga texnika kasbiy bo'lgan bilimlarni o'rganib, o'zimdan olqish uchun keldim. Qarşalımız, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Yaxşımızlar, baharlıqçı ustazlar, yaxşımızlar. Ekran aldaki görünmen tamaşalar. Neşbit yurdi, güzel, korlu kızı. Kalbine kurban sizlerge mekanlı salam. Rahmet, Qalbinur. Hoş geldiniz. Qarşalımız, Qalbinur. Nimkesi bilen şug'ullanyapsiz? Ben hazırca asaslık şu duyunda jubo ayçıp. Jubo ayçatsız. Yani qaysi mezmunlarda? Şu piki qilib deganda şu o'zim xalqashlarni qilib, şu do'stlar bilan fikrimlashtirib. Qancha vaqt bo'ldi sizning bu PK bevos ko'rsatish bilan shug'ullanayotganingizga? Bevos ko'rsatish bilan shug'ullanganimga 1 yil bo'ldi. Do'yin o'ynaganimga 1,5 yil bo'ldi. 1,5 yil bo'ldi. Hozircha qancha pintoz bor? 250 ming. Sizning chiqardigan asarlaringiz qaysi mazmunlardagi? Men asosliq modellik azroq qiziqaman. Model menga plan usul o'ynab qo'yma. Shuning bilan bek qo'li bo'ldi. Model menga faqat usul o'ynablam 250 mingdan ortiq pintoz yig'ibdi. Endi bundan keyin boshqa bir kasb bilan shug'ullanish orzuyingiz bormi yana? Bu orqali bir maslahatni tutsam, şu agash kuchlarimga shu maslahatni tunishtirib, ham o'zimning shu do'yindagi qimmatimni yoritish. Shuning uchun shu programmaga qatnashdim. Keldingiz shundaqmi? Yaxshi. Yaxshi muhkam sahnamizga xush kelibsiz. Men bunday his qilib baksam, bu singlim Jiboda suhbatni ko'proq asos qilgan o'xshaydi. Parang, ha? Model minishni asos qilgan bo'lsangiz, kiyimga mayli endi. Model menga odamning minishdan bir holat bor-da endi. Men qarasam, bu holat sizda tayyor bo'lmabdi. Shunga men bunday qarab, modelni shu bugun ham qanday qilmay bir model menga prechi bo'ldi deb menga prep siz lekin sizdagi haqiqiy alaylik bu model menga prech emas ekan menimcha siz balkim suhbatda alayligingiz gap tanlıq masalan unda bir tema tanlashga boshqalarning so'ziga javob qaytarishga siz bir uslub bo'lishi mumkin uni ili ko'ramiz qoldi davomli tirishing mumkin bo'lsa san'at turidan birasini sal chaqroq tutib mashq qiling o'rganing chunki hayotingiz texmo rangdor bo'ldi shunda bo'lganda Rahmat. Ona bo'lsa endi ikkinchi bosqichda sizning naq maydonda bevos setish rayonimizdagi maydonimizdagi mahoratingizni ko'ramiz, ya'ni ay avli ayollar parvarishini tunishtirdi ekansiz. Qani, marhamat. Yaxshimisizlar? Yaxshimisizlar turdoshlar? Jibojarimga qadam tajrib qilganlar qizg'in qarshi olaman. Men bugun sizlarga eng yaxshi bo'lgan bir maslahatni aytib keldim. U bo'lsa ay oğlu markalık, ayollar sağlamlık məsləhəti. Bu məsləhətimizin tərkibi olsa, cüngyi üsümlük dördün ayrıb edilən bədəngə əks təsiri yox. Qani ustozlar, Qalbinurning ikkinchi bosqichdan keyingi mahoratiga bir baho beringlar, taklif fikrlar bo'lsa qabul qilamiz. Shundoqmi Qalbinur? Ha. O'rganish bosqichida hammamiz. Nurmamat ma'lum. Yaxshimisiz Qalbinur? Yaxshimisiz. Hozir siz mal sotgan vaqtingizda
Biraz boş. Xelilan boş. Dastlab numar urganda Mayaning kayfiyatini yuqori ko'tarib aytgandingiz. Ajab jonliq qiz bola ekan desam, anida obrazingiz nollan bo'lib ketib qoldi. Demak, ma pintozlaringizni, o'zingizning havaskorlarini umidsizlantirib qo'ysiz, ma'qulolati bo'lsangiz. Xelilan bosh. Endi keyin bu 200 ming agash kuchini siz yig'ib olib, nima qilyapsiz buni? Beqiyotamsiz. Hech qanday bir iqtisodiy qimmat yaratmadingiz. Amdi bir mahsulotni tutib, qimmat yaratay deyman. Yaxshi bir mahsulotni tutib, o'zingiz sinoqdan o'tkazgandan keyin o'zingizning pintozlarga shuni jiboday qilish orqali iqtisodiy qimmat yaratishingizni taklif beraman. Amdi qimmatga aylantirmoqchi, shundaqmi? Ha, yaxshi. Cho'qim qimmatga aylantirishingiz kerak. Qimmatga aylantirmasak, rost. Nurvat bo'lim degandek, nima ish qilamiz 250 ming pintozini? To'g'ri, endi asar yo'llash orqali ularga ma'naviy zo'q ato qilish, shundaqla ularni xushal qilish ham bizningki mas'uliyatimiz. Undan boshqa yana bir endi turmush degan bak amaliy. Iqtisod bo'lmas bo'lmaydi. Ya, undan azroq iqtisodiy qimmat kirgandan keyin biz texnimi harakatsiz kuchlidir. Texnim yaxshi asarlarni ularga bera olasiz. Demakchi bo'lganimiz ishkili taraf yaxshi-da, sizga ham yaxshi, qarshi tarafga ham yaxshi. Bir fikr tuyg'usi bo'ldi. To'g'ri, hakikaten bu 250 ming pınsı degan yığmak bək təsken biz bu şunda baxsaq 25 ming qapıram bir yıl oldu. Rosa. Rosa şundaken. Bu 250 ming pınsı hakikaten yaxşı hamda. Bunun aldı bilen bazar küzüş lazım. İnternetten bulamdı, emeli bazardan bulamdı. Köygendin kin üzümününki etrafındaki dostlarımız aldı bilen. Kandan nəsige ihtiyaclıq. Ben nimi satsam aşın yaxşı satalayım. En mühimi üzümüzge yaxşı görgen nərsini andın başqalarına sunalayımız. Mən nimini yaxşı görmə, ətrafındakiler qandaq nərslərini yaxşı gördü. Digəndək pilnun yazı deməsin sizge? Şularının xarakteri qarab durub, mən bundaraq nərs satsam buldu ken desiniz, çoxum bunun utuq qazını alaysınız. Bunun da bir pintozların arasında neçə yaşlıqlar var? Erlərcik mi, ayallar mı? Qaysı nərslərini yaxşı görür degan nərsini bir-birləb arayıb çıxsaq asallam bunun. Şunun qarta ana bunda nərsini satsam mən bunun utuq qazanalayman degəndək nərsi çıxıdı sizdən. Başqa ustazlar degəndək bək canlandırıb ətkəndinizcə. Yılqı modulmansa mən tek aqıdan bir həşbə oxşaydı deyib qarab otasam toxta qalğan deyədib. Asas cəhətdən həm siz 250 ming bu əgəş gücünü qançalik vaqt yığdınız? 1,5 yıl vaqt ketdi shunaqa. Demak bu 1,5 yilning ichida 250 ming pintozini yig'ish uchun xeyli kuchli bo'lgan bir iroda ketdi buninggacha. Biroq bu irodangizga cho'qim ishonchingiz qo'shilib ketishi kerak. Bir jonliqlik qo'shilib ketishi kerak. Sizda eng ojiz bo'lgan narsa jonliqlikka bek yumshoq ekansiz. Bayam jibo qilish jarayonida men bir xil laylab qolganda qildingiz. Uni jibo emas, odatda bir do'konga bir odam kirsa unda gap qilsangizmi, gapingizni tinglab savr qilib bulamay chiqib ketdi. Shuning uchun ma tarafdan o'zingizni tarbiyalang. Endi bu tarafdan qanday tarbiyalaysiz degan vaqtda, agar siz jiboilik peki qilgan vaqtlardan boshqa vaqtlarda mushtaqilqi jibo deya so'zlayamsangiz, kunda eng oz bo'lgan chaqda uyda 20 soat vaqt chiqib, aynakka qarab turib, o'zingiz ko'zingiz eng yuqori ovozda, eng kuchli bo'lgan jonliqlik ruhiy holatda to'xtamay o'zingizga so'zlang, toki o'zingiz rozi bo'lganga qadar. Rahmat. Ustozlar Qalbi Nurning ortiqchiligini ko'rdinglar, shundaqla hamda kamchiliklarni mo ko'z tupdinglar. Albatta bizning sahnamiz shu. Ortiqchiligini texnik joriy qildirish, shundaqla kamchiligini ko'z tuperish orqali bir mukammal bosqichga akamakchi-ku. Hamda qaysi ustozlarimiz Qalbi Nur uchun chiroq yondirdi ekan, ko'rib baqay. Marhamat. Nurməhəmməd müəllim bilən Obulasan müəllim siz üçün çıraq yandırdı. Həm də iki ustazdın. Qaysını tanlaysınız? Qalbi Nur. Obulasan müəllimni. Obulasan müəllimni nima üçün? Setib çıxırış məsləhət verib, məni yetəkləb getalaydı deb oyladım. Yani setib çıxırış jəhətdə sizə texnik yaxşı bolğan təcrübələrini yetkizib berə alaydı deb oyladınız. Çataq yoxqu? Özünün tirişçiliği bolsalam çataq yox. To'g'ri. Buldu. Hamkorliklar güzel bo'lsin, shundaqla Qalbi Nur bundan keyin texnik tirishishingizni umid qilamiz. Rahmat sizga. Rahmat Qalbi. Rahmat. Şinjan'daki her millet hanım kızlarımızdan alqışıga erişken fancy tibbi asrash buyumları programımızın tajdarlığını öz üstüge algan. Abida tabiiy mineral suyu programımız bilan alayda hamkorlashgan. Huzur to'ygi suti parashugi, huzur to'ygi suti atganchi, huzur o'shki suti atganchini ishlab chiqargan Urumchi hayot sherikati programmamiz bilan alayda hamkorlashgan.
Xinjiang Fanxing Madaniyat tarqitish shakli şirketi programmamizni ishlashni o'z ustiga olgan. Eng kasbiy bo'lgan qisqa video to'rda naq maydon bevosita ko'rsatib, mal setish to'g'risida hamkorlashmoqchi bo'lsangiz, Fanxing Madaniyat tarqitish shakli şirketi bilan aloqalashsangiz bo'ladi. Ekran aldırık qadrli ko'rmanlar, shundaqla to'rdoshlar, darajadan tashqari to'r cho'lponlar programmamizning musobaqa qoidasi bo'lsa, bizning qatnashgan to'r cho'lponlarimiz ustozlarni tanlaydi. Albatta, ustozlarmi bizning mahirlarimizni, to'r cho'lponlarimizni tanlaydi. Bizning mahirlarimiz, ya'ni bu musobaqamizning jarayonida ikki bosqichliq musobaqa qatnashadi. Birinchi bosqich bo'lsa, o'zining yaxshi ko'rish bo'yicha, qiziqishi bo'yicha, alohidligi bo'yicha san'at jihatdagi mahoratini ko'rsatadi. Ikkinchi bosqichdagi musobaqa bo'lsa, mana biz tayyorlab qo'ygan bevosita ko'rsatish maydonida alohida mahoratni ko'rsatadi. Shuningdan keyin ustozlar chiroq yondirdi. Chiroq yondirgandan keyin mayirlar ustozlarni tanlaydi. Har bir ustozning tanlaydigan o'quvchi soni bo'lsa 5. 5 o'quvchini tanlab bo'lgandan keyin ma'lum bir mezgillik tarbiyalash ilib borgandan keyin biz yana ikkinchi qitimliq programmamizning suratga ilish xizmatini boshlaymiz. Balkim ikkinchi qitimliq suratga ilish xizmatimizda to'r cho'lponlarimizda, mahirlarimizda haqiqatan bu ajoyib o'zgarishlar yuz berishi mumkin. Biz har bir mahirimizning, har bir to'r cho'lponimizning bizning o'ylig'imizni bu yaxshi o'zini ifodalashini, shundaqla o'zini namoyon qilishni umid qilamiz. Ekran aldidagi qadrli ko'rmanlar, shundaqla to'rdoshlar, darajadan tashqari to'r cho'lponlar programmamizning bu soni mushada oyoqlashdi. Ya'ni bizning programmamizning birinchi qitimliq tanlash bosqichi oyoqlashdi. Ikkinchi qitimliq tanlash bosqichida yana qanday o'zgarishlar bo'ladigandir. Bizning darajadan tashqari to'r cho'lponlar programmamiz